Bu baladan sorsam, ukam içemsa içetme, çikemsa çiketme, keçisi çalsa oynaytma deydi. Bunda balalarning o'zi kunda ichayotgan, chekayotgan, kechasi uxlamay xizmat qilayotgan yoqimiz o'ynayotgan. Ya'ni intayin birga ta kiyimlarni, ta iç kiyim kurslardan boshlab nöze ishtang'ich nayt qisib adam oramchilik qo'yamayotgan ta ishtonlarni ko'p kiyib olish. Muşununga o'xshash narsalarning hammasi urug' sifatinglarning zo'r darajada tallab ketishini keltirib chiqarib qo'ydi. Shunga yosh turib dekanda nurg'ulg'a o'g'avallar to'y qilmay turiblar urug' sifatini tekshirishga hozir paydi turibotgan holat shakllanib qoldi. Sababi nima? O'zi ishonchi yo'q. Chunki ular kundadagidek haraq uxlamay qoldi. Kunda tomog'ini jiq chikadi, kechasi uxlamaydi, ta ishtonni kiydi, sirtdan tomoq yeydi. Muşu sirtdan doim tomoq yeyishning o'zima nurg'ulg'a oshxonlar yaxshi may ishlatgan bilan, yana nurg'ulg'a oshxonlar foydani qo'g'lashib chigit yig'i ishlatib tuqqanlar. Fikrlar muşu chigit yig'ining o'zi erlarning spermasi ko'ydirayotgan eng boshqa ot. Buningki tarkibini obdan surishib baqsanglar bilasizlar. Shunga demakchi o'g'inimiz agar mushunda urug' sutni tallab ketgan yosh yigitlarimiz bo'lsanglar, turmushinglarni qaytadan tartibsanglar. Birinchidan ichish chekishni tashlanglar. Ikkinchidan kechasi vaqtida uxlanglar. Uchinchidan kengri azoda badaningizga rohat o'tgan ich kiyimlardan kiyinglar. Beshinchidan onangni itib bergan tomoqlarni rozimanlik bilan xushallik bilan yenglar. Shu vaqtda urug' sutning yo'qib ko'tariladi, farzandli bo'la olasizlar.